Uzoq kutilgan Kechir serialining 121-qismi 2025 yil 12 noyabr kuni soat 19:00 da Sevimli TV telekanalida namoyish etiladi. Ushbu sana tomoshabinlar uchun juda hissiy bo'ladi, chunki voqealar yana yurakni ezadigan kechinmalar va insoniy iztiroblar bilan to'ladi. Ilyos va Nasiba hayoti haqidagi bu hikoya haqiqiy voqeaga asoslangan. Ilyos yo'l Kamaz haydovchisi, oddiy inson. Nasiba esa uy bekasi, farzandlariga mehr bergan ona. Ular bir paytlar sevishgan, ammo hayot sinovlari ularni ajratib yubordi. Ilyosning Hamidani ikkinchi xotin qilib olish qarori Nasibaning qalbini chilparchin qildi. U chidolmadi va o'z ro'moliga osilib joniga qasd qildi. Ilyos to'yga olib kelgan bozor sovg'asi xotinning dafn marosimida ishlatildi. 3 kun o'tib esa kelinning kundaligi topiladi. Unda Nasiba har bir og'riqli kunini yozib qoldirgan edi. Serial nafaqat og'riqli taqdirni ko'rsatadi, balki hayot saboqlarini ham eslatadi. Har bir sahna, har bir so'z tomoshabinni o'ylantiradi. Kechirish osonmi? Yoki kechirimsizlik eng katta jazomi? Aktyorlarning samimiy ijrosi va kuchli ssenariy Kechirni o'zbek ekranlaridagi eng ta'sirli dramalardan biriga aylantiradi. Shu sabab yangi qismni o'tkazib yubormang, yurakka kiradigan, hayotiy va chuqur ma'noli epizod sizni kutmoqda.